Men o'qituvchilik Are you kasbini sure about tanlaganimda this? hech Yes, qachon I am. yuragim bilan sinovga Then duch we're kelaman with you. deb o'ylamagandim. Har kuni auditoriyaga kirib, o'quvchilarga bilim ulashish, ularning yuzidagi tushuncha paydo bo'lishini ko'rish, bu menga yetarlicha zavq bag'ishlardi. Ammo u paydo bo'lganida yuragimda nimadir o'zgardi. U islom. U mening talabam edi. O'tgan semestrda u mendan dars ola boshlaganida ko'zlarimiz kop-bora to'qnash kelardi. Dastlab bu shunchaki hurmatli talabaga xos odobli nigohlar deb o'ylardim. Lekin keyinchalik bu nigohlar qandaydir chuqur hislar bilan to'la ekanini angladim. Va men ham unga befarq emas edim. Har safar u auditoriyaga kirib kelganida yuragim tez ura boshlardi. Uning ovozi ohangdor, nigohlari esa har doim jiddiy va diqqatli edi. Men har safar darsni tushuntirar ekanman, uning yutoqib tinglashini sezardim. Go'yo mening so'zlarim uning uchun faqat ilm emas, balki yanada chuqurroq ma'no kasb etardi. Kunlarning birida u darsdan keyin yonimga keldi. Qo'llari biroz titrardi, ko'zlari esa yiltillardi. "Domla, siz bilan bir gaplashsam bo'ladimi?" dedi past ovozda. Men unga diqqat bilan qaradim va bosh irgadim. "Albatta, islom, nima masala?" U chuqur nafas oldi va shunday dedi. "Men bilaman, bu noto'g'ri bo'lishi mumkin, lekin sizga qandaydir o'zgacha hislarim bor. Men sizga shunchaki o'qituvchi sifatida emas, balki boshqacha qarayapman." Yuragim bir zumga to'xtagandek bo'ldi. Bu so'zlarni eshitishni xohlardimmi? Ha, lekin u mening talabam edi. Qanday javob qaytarishimni bilmasdim. Men lablarimni qimtib, unga jiddiy tikildim. "Islom, bu juda murakkab masala. Men sizni tushunaman, lekin biz bunday bo'lishi mumkin emasligini bilishimiz kerak." U boshini egdi, lekin nigohida umid bor edi. Lekin yurak amriga bo'ysunmaydi-ku. Men chuqur nafas oldim. Ha, yurak amriga bo'ysunmasdi. Lekin men ham jamiyat me'yorlarini buzib qo'rquv ichida yashashni xohlamasdim. Shunga qaramay, yuragim boshqa narsani so'rardi. Bu muhabbatning boshlanishimi yoki faqat o'tkinchi hislarmi, bilmasdim. Lekin bitta narsa aniq edi. Islom bilan har uchrashganimda qalbim qattiqroq urardi va taqdir meni sinovga qo'yayotgandi. Islom bilan bo'lgan o'sha suhbatdan keyin yuragim tinchlik topolmadi. Uning nigohlaridagi umid va yurakdan chiqqan so'zlari ichimni titratib yuborgan edi. O'zimni yengishga harakat qildim, lekin qachonki u auditoriyaga kirsa yoki tasodifan nigohlarimiz to'qnash kelsa, vujudim titrab ketardi. Kunlarning birida Islom yana darsdan keyin meni kutib turdi. Auditoriyada hammadan kechroq qoldim. Yuragim galati gashlik bilan urardi. Nihoyat u oldimga keldi. "Domla", dedi u past ovozda, yuragidagi hislarini yashirishga harakat qilib. "Men sizni unutolmayapman." Qo'llarim titrab ketdi. Hech narsa deya olmadim. U menga sekin yaqinlashdi. Nafasim tezlashdi. "Siz ham mendan qochishga harakat qilyapsiz, lekin nigohlaringiz meni aldashga urinmaydi", dedi u muloyimlik bilan. Nafasim ichimga tushib ketdi. U haq edi. Men buni his qilardim. Ammo bu munosabat noto'g'ri edi, shunday emasmi? "Islom", dedim qaltiragan ovozda. "Bu mumkin emas." U qo'limni ushladi. Uning kaftlarining issiqligi butun tanamga o'tib ketdi. "Men sizni sevaman", deb pichirladi u. Meni yo'qotishdan qo'rqayotgandek qo'limni mahkam ushladi. Bu his menga yoqib ketdi. O'sha oqshom men yuragimga emas, hislarimga bo'ysundim. O'sha tun yuraklarimiz birlashdi. Endi biz bir-birimiznikiga aylanib ulgurgan edik. Biroq bu muhabbat biz uchun faqat shirin kechalardan iborat bo'lmasligi aniq edi. Vaqt o'tib, o'zimni galati his qila boshladim. Ichimdagi o'zgacha tuyg'ular ortib borardi. Oradan bir oy o'tganida negadir tanam boshqacha bo'lib qolgandi. Yuragim tezroq urar, haroratim ko'tarilar, hatto Islomning hidini his qilganimda galati bir sezgi paydo bo'lardi. Shubhalarim kuchaygach, men tekshirish uchun dorixonadan oldim. Uyga qaytib, uni sinab ko'rdim. Natija ijobiy edi. Qo'limdan tushib ketdi. Yuragim shiddat bilan ura boshladi. Oyoqlarim bo'shashdi. Ko'zlarimga yosh keldi. Men homilador edim. Endi bu muhabbat faqat bizning yuraklarimizdagi sir emas edi.
Bizni boglab turgan yangi bir hayot paydo bo'lgandi. Homiladorlik testidagi ijobiy natijani ko'rib, yuragim galayon qilardi. Qo'rquv va hayajon bir-biriga aralashib ketgan edi. Buni Islomga qanday aytishimni bilmasdim. Og'zimni qo'lga olishga harakat qilib, chuqur nafas oldim va uni ko'rish uchun uchrashuv belgiladim. Kechki payt Islom bilan odatdagi kafeda uchrashdik. U meni ko'rib tabassum qildi, lekin yuzimdagi xavotirni payqab jiddiylashdi. Nima gap, sevgilim? Hammasi joyidami? Men bir necha lahza sukut saqladim, keyin esa pichirlab dedim. Islom, men homiladorman. Uning ko'zlari kattalashdi. Bir lahza jim qoldi, keyin esa qo'llarimni mahkam ushlab, yengil jilmaydi. Rostdanmi? Bu ajoyib yangilik. Men uning quvonchini ko'rib, yuragim yumshadi, lekin ichimdan vahima meni tark etmasdi. Axir men turmush qurgan ayol edim. Islomning quvonchiga javoban jilmayishga harakat qildim, ammo ichimda bo'ron ko'tarilgan edi. Erim buni bilsa nima bo'ladi? Jamiyat, oila, obro' hammasi bir lahzada chilparchin bo'lishi mumkin edi. Kunlar o'tdi, men sirni yashirishga harakat qildim. Ammo bir kuni kechasi taqdir men uchun eng og'ir sinovni tayyorlab qo'ygan ekan. Fojiali kecha. O'sha kuni erim safardan qaytishi kerak edi, lekin men uni faqat ertaga keladi deb o'ylagandim. Shu bois Islom bilan kechqurun yashirincha uchrashishga qaror qildim. U bizning uyimizga kelib, mehmonxonada meni kutardi. U meni ehtiros bilan quchoqladi. Uning nafasi bo'ynimga tegdi. Mening butun borligim uning qo'llarida erib ketayotgandi. Seni sog'indim, deb shivirladi u lablarim orasida. Men ham unga mahkam yopishdim. Yuragim qattiq urardi, lekin ehtiros meni butkul o'z og'ushiga olgandi. Shu lahza menga faqat Islom kerak edi. Ammo biz muhabbat quchog'ida bo'lganimizda, birdan eshik sharaqlab ochildi. Eshik oldida erim turardi. Uning yuzi qotib qolgan, ko'zlarida gazab chaqnardi. Bu nima? Deb oshqirdi u. Men dahshatdan titrab ketdim. Islom o'rnidan sakrab turdi, lekin biror so'z aytishga ulgurmadi. Erim qattiq mushtini tugib unga tashlandi. Eshik ochilib, erimning gazabdan lovullagan ko'zlari menga va Islomga qadaldi. Yuragim go'yo tomog'imga kelib qolgandek edi. Islom tezda o'rnidan turib, orqaga chekinmoqchi bo'ldi, lekin erim qo'lini ko'tarib uni to'xtatdi. "To'xta", dedi u qattiq va sovuq ohangda. Islom jimgina joyida qotib qoldi. Men esa titrab, nima qilishni bilmay, ko'zlarimni erimdan olib qochardim. Yuragim shiddat bilan urardi. Erim bir necha daqiqa sukut saqladi, keyin chuqur nafas olib, sekin gapira boshladi. "Sen meni aldaganingni tushundim. Lekin bilasanmi, bu yuragingning ovozi bo'lsa, men unga qarshi chiqa olmayman." Men hayratdan ko'zlarimni katta ochdim. Islom ham bir lahza nima deyishini bilmay qoldi. Erim bizga qarab, boshini chayqab kulimsiradi. "Bilaman, sen meni hech qachon chin yurakdan sevmagansan. Buni his qilganman. Ammo hozir vaziyat ancha jiddiy. Sen homiladorligingni mendan yashirding. Lekin men senga zarar yetkazmoqchi emasman." U mening qo'llarimni ushlab muloyim qaradi. "Agar bu seni baxtli qilsa, men bunga rozi bo'laman. Biz uchalamiz birga yashashimiz mumkin." Islom hayratdan qotib qoldi. Men esa butunlay karaxt bo'lib qolgandim. Erimning bunday gaplarini eshitishni kutmagan edim. Axir erkak kishi xotinining boshqa bir kishiga mehr qo'yganini bilib turib, qanday qilib buni qabul qilishi mumkin? "Ha, xato qilding. Ammo men seni yo'qotishni istamayman", dedi u ko'zlarimga tikilib. "Agar yuraging ikki bo'lakka bo'linib, ikkimizni ham seva olsa, men bunga rozi bo'laman." Ko'zlarim yoshga to'ldi. Islom ham, men ham bunday natijani kutmagandik. "Bu haqiqatdan ham mumkinmi?" deb pichirladi Islom. Erim yengil kulimsiradi. "Hayot kutilmagan burilishlarga boy. Agar sen unga chin yurakdan mehr bersang va unga g'amxo'rlik qilsang, men bunga qarshi bo'lmayman." Men hech narsa deya olmadim. O'sha lahzada ichimda allaqanday yengillik paydo bo'ldi. Endi bu muhabbat yashirin sir emas edi. Endi biz uchalamiz yangi hayot boshlashimiz kerak edi. Haqiqiy sevgi taqdirga qarshi tura oladimi? Siz bo'lsangiz, bunday vaziyatda qanday yo'l tutgan bo'lardingiz?
Fikrlaringizni kutaman.